Jizzax viloyatiga ham kirib keldi. Ichiga sovunman 500 ming mana ko'rib turganinglardek amallab mana bordi. Baho beramiz somsaligisiga. Qatda o'tirsa bo'ladi. Somsa zakaz qildi. Baho beramiz. O'zi yiriroq bo'ladi mana. Ichini ko'ryapsizlarmi? Yirik. 4 balli sistemada 4 plus qo'ysa bo'ladi. O'zgacha somsa ekan. Bunaqa somsani ham yeb ko'rish kerak. Oldin Toshkentda 89 minglik gaz quygandim, meta qo'yib qo'ydi. Lokatsiyasi Telegram kanal o'zida bo'ladi. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvlari mana 2-soni. Jizzax viloyatiga ham kirib keldi. Jizzax shahriga borish yo'liga 60 kilometr yo'l qoldi. Jizzaxga yetib borgan o'zida Jizzax somsasini yeb ko'ramiz. Jizzax somsasiga baho beramiz. Agar Jizzaxda zo'r somsa qiladigan joylarni bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'tlardan ham albatta ko'rsatuvlar tayyorlaymiz biz. Jizzaxga brendi bo'lgan Jizzax somsasini yoritib beramiz. Jizzaxda ko'rishguncha. Mana Jizzaxga ham yetib keldi. Hozir somsaligisini mazasini ko'ramiz. Baho beramiz somsaligisiga. Ketdik. Milliy taom bilan bet. Qatda o'tirsa bo'ladi. Tepada joy bor, pastda joy bor. Somsa bormi? Bor. Mana tashqarida manzara, tog'li manzaralar shu yerda ekan. Hozir somsa zakaz qildim. Somsa olib kelsa, somsaligisini ko'ramiz qanaqaligini. Agar yaxshi bo'lsa, hammaga tavsiya qilamiz. Bu Samarqandga ketib turishdi, shunda Perivaldi joy ekan. Milliy taomlar. Agar betda rost ekan Jizzax somsasi sotilmaydi deydigan bo'lsanglar, biladiganlar kommentariyada yozinglar. Qayerda haqiqiy Jizzax somsasi sotiladi, sifati eng zo'rini yozib ketinglar. Mana hozir biz Jizzax somsasiga keldik. Somsani ham olib kelishdi. Hozir ko'ramiz, somsaga baho beramiz. Somsaga baho berib, keyin Samarqandga yo'lga chiqamiz. Agar Jizzax somsasini Toshkent somsasini yoki boshqa viloyatlarning somsasi bilan solishtiradigan bo'lsak, o'zi yirikroq bo'ladi mana. Ichini ko'ryapsizlarmi? Yirikroq bo'ladi. Oddiy somsaga qaraganda 2 barobar katta, ichida piyozi ko'proq bo'lar ekan. Bularda xamiri juda ham ingichka bo'ladi. Qatlamli xamir emas, ingichka xamir bo'ladi. Mazasini hozir ko'rib ko'ramiz. Bismillah. Mazasi yaxshi. Ichidagi qiymasi mayin pishgan, mantini qiymasiga ham o'xshab ketar ekan. Buni masalan bu somsani 3-4 talab odam yomasa kerak. Maksimum 2 ta somsa yeb to'yib qoladi odam. Hozirgi paytda Jizzax somsasi desa, nafaqat O'zbekistonliklar, balki qo'shni davlatlar ham, chet elliklar ham Jizzax somsasini ancha bilib qolishgan. O'ziga yarasha ta'mi bor Jizzax somsasini ham. Kelinglar, mazasini ko'rib ko'ringlar. Agar Jizzaxda yana boshqa joylar bo'lsa, yaxshi somsa qiladigan, shularni bizga tavsiya qilsanglar, albatta u yoqqa borib ham ko'rsatuv qilamiz. Sizlar bilan bo'lishamiz bu ko'rsatuvlarni. Mana strukturasi mana shunaqa, usti qattiq, ichida piyoz bilan qiyma. Somsa quruq bo'lishiga qaramasdan mana sous ham olib kelishdi. Sous bilan yeb ko'rsanglar bo'ladi. O'shanda ancha sochniy bo'ladi. Somsa mana qo'yib turib. Yaxshi, mazasiga 4 balli sistemada 4 plus qo'ysa bo'ladi. O'zgacha somsa ekan. Bunaqa somsani ham yeb ko'rish kerak. Mana Jizzax somsasini ham yeb chiqdi. Hozir Samarqandga qarab yo'lga tushyapmiz. Xudo xolasa keyingi lokatsiya o'zi bizda Samarqand bo'ladi. Samarqandda ko'rishguncha. Jizzax somsasini narxi, budjeti 50 ming so'm bo'ldi, komplekti bilan, choy-poy, mayda-chuydasi bilan
ikkita so'msa 50 ming so'm bo'ldi. Kommentariyada yozinglar. Qanaqa bu narxlar adolatlimi, kam, ko'p yozib ketsanglar, bizga qiziq bu narsa. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The first of the beginning. Mana biz hozir metan zapravkaga kirib, polniy zapravka qilib chiqdi. Gaz ballonni undan oldin Toshkentda 89 minglik gaz quygandu metan. Samarqand viloyatigacha yetib keldi. 253 kilometrga yetibdi shu metan gazimiz. Hozir 95 ming so'mlik metan gaz quyib, budjet o'zi zapravkaga 95 ming bo'ldi. Agar sizlarga ham metan gazli mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, viloyatga chiqish uchun budjet rent-a-carga murojaat qilsanglar bo'ladi. Qulayligi shundaki, budjet rent-a-carda har doim metan gazli mashinalar bor. Ikkinchi ko'rsatuvimiz ham oxiriga yetib qoldi. Budjet rent-a-car tarafidan qo'yilgan hadyani bekitadigan vaqt o'zi keldi. Shu pulni hozir mana idishni ichiga so'yapman, 500 ming mana ko'rib turganinglarda. Buni hozir bekitib qo'yamiz. Lokatsiyalarni har doimgidek Telegram kanal o'ziga tiqib ketamiz. Pul o'zi sig'mayapti, endi yaxshilab uni qilib turib tiqib ko'ramiz. Chortoq butulkasi noqulay ekan tiqish uchun. Tiqilmayapti, xullas. Ana bir amallab mana tiqordi. Ichida 500 ming so'm pul bor. Hozir shuni bekitib qo'yamiz. Qayerga bekitamiz endi? Men bu To'ruzida ijtimoiy himoya milliy agentligi bor ekan. Qarama-qarshilik dommi mana ko'chani oldida archani tagiga qo'yamiz pulni. Shu yerdan topasizlar. Mana shu yerga qo'yib qo'ydi. Lokatsiyasi Telegram kanal o'zida bo'ladi. Ko'chani nomi Navoiy ko'chasi ekan. Bu yerda mana yangi qurilgan domlar, lokatsiya ham bo'ladi, albatta. Har doim ko'rsatuvlarni ko'rib boringlar, kuzatib boringlar oxirigacha va podpiska esdan chiqmasin. Shu hadyani o'tkazib yubormaslik uchun oxirigacha ko'ringlar. Samarqandda ko'rishamiz, xudo xolisa. Samarqandga yetib keldik. Mana shu otelga hozir joylashyapmiz. Samarqand oshiga ketyapmiz hozir. Joyuzani oti Oshqand degan restoran ekan.